E'tiboringlar markazida bugun BYD o'zida sotuvda Zeekr 001 original efir narx tushsa deyman deyotuvmidingiz, kelib qoldik ana tayyor. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men esa obzorni boshladim. Mashinaning 4 ta g'ildiragida 4 ta motor bor. Har bitta motorda 312 tadan ot kuchi bor va umumiy hisobda 1265 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha bu mashinani bor yo'g'i 2 sekundda 100 ga olib chiqishga yordam beradi. Mashinaning orqasidagi spoileri hamda krugoy obves bodkitlari original karbon bilan jihozlangan. Mashinaning rangi zavodskoy shunaqa, ya'ni seriya matviy. Bu rangga alohida $5000 dopopsiyada pul qo'shib olingan. O'zbekistonda bu rang hozircha yagona bo'lib ajralib turibdi. Supportini kattaligini qaranglar, akalarim. Men qiynalib ketdim. Kelinglar, men sizlarga bu mashinani joydaricha tushuntirib beray. Mashina 2024-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'q 1200 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashina hozircha rangi bilan alohida matviy bu ajralib turibdi. Bu zavod tomonidan $5000 pul qo'shib bersangiz, endi sizga mana shunaqa zavod holatida kraska sepib beradi. Ichlarigacha zavodskoy matviy. Karbon keramический tormozный sistema, Brembo tormozный sistemalik 10 ta porshillik mashina 2 sekundda 100 ga chiqayotgani uchun juda ham tez to'xtatib beradi. Полностью obves bodiketlar aytganimdek karbon oldi loplajga tonirovka urilgan, liderlar bor, avtopilotlar ishlaydi, gazli panorama, pnevma podviska bularda bo'lmaydi. Orqasini ham qaranglar, orqasida bir emas, ikkitadan super tormozный sistema, karbon keramический bu ham eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Xullas 2024-yilda ishlab chiqarilgan eng full komplektatsiyasi mana shu bo'ladi. Buni saloni ham juda ham go'zal, seriya qora полностью alcantara bo'ladi bu. Patolog tom hamma yo'q, bironta joyda ham nappakoja degan narsa yo'q. Mana joystiklarigacha ishlaydi. Burasiylar sport rejim, o'rtan bossiylar lounge control, hidab display, abduf, abagriv, massaj, полный bokovoy поддержкаlar. Mana bu Skoda oldilarini qizil bilan kombinatsiya qilinganini qaranglar. Mashinani haqiqatdan juda ham chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Orqalari Zeekr 001 bilan pashte deyarli bir xil. Mashina bor yo'g'i 1200 kilometr yurgan, yangidek turibdi. Mana spoilerlargacha original karbon 2024 kraskalari ham top-toza. Mashinani hozir ham olib keltiraman desangiz, $112000 sep tashkil, $20000 rastamoshka, $132000 ga tushadi. Bu mashinani bizda bor yo'g'i $85000 qilib belgiladik. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda raqam qo'yaman. Sergeli indeksak joyimizda turibdi. O'zimizda mashina bemalol kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Tushunmagan joyingizda telefon qiling, men sizga tushuntirib beraman. Bosinglar.